Qadim zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. U yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kuni qishlog'ingizni topib gulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-po'pisalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar, qirol Smurf. Tushlik. Zor. Yaxshilab ovqatlaning, Smurflar. O'zingiz ovqatlanmaysizmi? Yo'q, Smurfiyatda tog'ning narigi tomonida o'suvchi noyob bir tomirni olib kelishim kerak. Men bir necha Smurfdan keyin qaytaman. Siz esa qaytgunimcha to'g'onni qurib bitirishingiz lozim. Tushundingizmi? Bizga ishonavering, ota Smurf. Hayır, ota Smurf. Sizni sog'inaman, ota Smurf. Hayır, ota Smurf. Xayrlashishni yomon ko'raman. Ota Smurfning gapini hamma eshitdimi? Qani, ishni boshlang. Hamma ishga, bo'la qolinglar. Smurflik qilma, bilag'on. Hali tushlik qilmadik. Ha, to'g'ri. Hozir seni Ishlashga dedim. Ota Smurf o'z o'rniga doim meni boshliq qilib tayinlaydi. Men hammadan aqlliman. Birinchi raqamli Smurf. Tushunarlimi? menga qara, bilag'on. O'zingni kim deb o'ylayapsan, ha? Men tug'ma rahbarman. Bizni rahbarimiz Rostdanmi? Rosa kulgili. to'g'ri. Nega buni men aytmadim? Ha? Meni mazax qilishdi. Ammo ularga muhim Smurf ekanligimni ko'rsatib qo'yaman. Musiqachi, musiqa bo'yicha qobiliyating zo'rmi? Ha, men karnay chalaman. Mana eshitib ko'r. Sendek iste'dodli karnaychi biror kattaroq lavozimga munosib deb o'ylayman. Rostdanmi? Ha, seni qirol Smurfni asosiy e'lonlarni o'quvchi jarchi va saroy musiqachisi deb tayinlayman. Qirol Smurf kim? Men qirolman. Mana birinchi e'loning. Lekin men karnaychiman-ku. Diqqat! Qirol hazratlarining birinchi buyruqlari. Barcha Smurflar qirol Smurfga bo'ysunmoqligi lozim. Nuqta. Qirol Smurfga hazillashdimi? Yo'q, hazillashish mening vazifam-ku. Rosa kulgili-ya? Bas, ortiq chidolmayman. Tashvishlanma, o'zim yeb qo'yaman. Bilag'on qirol Smurf, bu muammoni hozirroq hal qilib chiqaman. Hozirroq. Bilag'on Smurf! Ota Smurf yo'qligida istaganimni qilaman deb o'ylagan bo'lsang, ahmoq ekansan. Tushundingmi? Sen juda ham to'g'ri gapirding. Bir o'zim qiynalib qolaman. Menga senga o'xshagan yordamchi kerak. Xo'sh, nima deysan? Meni? Ha, sendek kuchli, ziyrak, chaqqon va adolatli. Lekin men o'ta yuqori lavozimga. Yuqori lavozim? Smurf qo'rqmas. Seni qirol gvardiyasining general polkovnik kapitani etib tayinlayman. Sen va sen ichkariga kiring.
1 2 3 4 1 2 3 4. Askarlar, to'xta. Qolganlar ish qurollarini olib ortimdan yursin. Qirol Smurf hazratlari uchun saroy qurishimiz lozim. Saroy? Yana qanaqa saroy? Biz to'g'on qurishimiz kerak. Agar unga saroy kerak bo'lsa, o'zi qurib olsin. To'g'ri. 1 2 3 4 1 2 3 4. Tezroq Smurflar. 1 2 3 4 1 2 3 4. Bu boshqa gap. Juda soz. Yangi rahbarimizning uning yangi saroyida kutib olamiz. Kutib oling, Qirol Smurf. Uni ko'ryapman, lekin unga ishonmayman. Mening sadoqatli Smurflarim. Sidqi dildan harakat qilib, ajoyib saroy qurib berdingiz. Buning uchun rahmat desam bo'lardi-yu. Lekin yashasin Qirol Smurf. Qo'rqmas, senga sovg'am bor. Sovg'ang general polkovnik kapitanga munosib bo'lsa kerak, a? Ajoyib portlash bo'lishiga kafilman. Yaramas Smurf, bu qilig'ing uchun seni hibsga olaman. Qani, yur. Hazilkash hibsga olindi. Keyin esa Smurf hazratlari qutini ochdim. Keyin quti portlagan. Bu hazilkashning eski hazili-ku. Hazili tushunmaysanmi? Ish yopildi deb e'lon qilaman. Ha, rahmat oliy hazratlari. Bu sovg'a sizga. Qanday yoqimli. Ko'raylik-chi. Jam, uni zindonga tashlang. Zindonga? Yo'q. Hazilkashni zindonga? Bu hazilmi? Hazillashyapsiz-a, shundaymi? Hazillashmayapti chog'i. Hazilkash ozod etilsin. Hazilkash ozod etilsin. Hamma tarqalsin. Tezroq. Solim. Smurfetda. Endi nima qilamiz? Bilmadim, Landavur, ammo nimadir o'ylab topishimiz kerak. Salom bolalar. Jam, tezroq pastga tush, hazilkash. Harakat qilyapman. Soqchilar, mahbus qochdi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qo'zg'olonchilar, Smurf hazratlari, ular o'rmonga qochdi. Qo'zg'olonchilar, nega turibsan? Tezroq qo'shinni to'pla. Xo'p bo'ladi. Bunga hoziroq chek qo'yaman. Axir men qirolman-ku. Hammasini o'zim hal qilishim kerak. Faqat endi nima qilamiz? Yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Ovozga qo'yish kerak deb o'ylayman. Menimcha uxlash kerak. Avval qorinni to'ydirish kerak. Sen nima deb o'ylaysan, Landavur? Men voy deyman. Voy, Qirol Smurf va uning qo'shini nimalar qilayotganini ko'rsangiz-chi. hujum qilishyaptimi? Bundan ham yomonroq. Qishloqda hech kim chiqmasligi uchun uni devor bilan o'rashyapti. Endi biz kira olmaymiz. Ha, shunday. Demak bu urush. Urushni yomon ko'raman. Men ham vaysaqi. Ammo bu gal boshqa ilojimiz yo'q.
Ular kelishyapti. Biz, ya'ni sen bitta Smurf qolgunicha jang qilamiz. To'plardan o'q otilsin. Yangi Smurf nay, ajoyib. Bu yoqqa, hazilkashlar, bu yoqqa. Qani yana ozgina. Smurf nayni yomon ko'raman. Ammo yangisini yaxshi ko'raman. Yo'q, to'xtamanglar. Hujumga o'tamiz. Bu adolat emas. Ular narvon qo'yishdi. Bu ularni to'xtatadi. Voy, yelim. Yopishib qoldim. Yopishqoq ish degandim, ha? Yelimni yomon ko'raman. Yo'q, yo'q, yo'q. Ha. Dushman tor etildi. Hujumga! Yoriq yopilsin. Qo'zg'olonchilar qo'lga olinsin. To'xtang, bas qiling. To'xtang. Ota Smurf? Ota? Ota Smurf? Uyalmaysizmi? O'zingizni xuddi ahmoqlardek tutyapsiz. Qishloq vayroniga aylanibdi. To'g'onni qurdingizmi? To'g'on. Qanday to'sin topsangiz olib kelavering. Shoshilmasak qishloqni suv bosadi. To'siqni mustahkamlang. To'g'onni ochaman. Shoshmang, meni saroyim. U vayron bo'ldi. Yaxshi-ya, faqat saroy buzilibdi. Ahmoqona qilig'ingiz bundan yomonroq oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Kechiring, ota Smurf, xato qildim. Rahbar bo'lish faqat buyruq berish emasligini endi tushundim. Hammasini o'zim tozalayman. Shoshma bilag'on, biz ham senga yordam beramiz. Hammamiz aybdormiz. Ha, aybdormiz, to'g'ri. Ota Smurf, buni nima qilamiz? Olifta, uni nima qilishni juda yaxshi bilaman, ha?